Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana seximizdan obzor qilamiz. Qay darvozasi bityapti. Nimalar bo'lyapti? Hammasini tashlab o'tamiz, xudo xolasa. Yo'llari mana udar holatda chiqib keladi. Tarovli qilib, yangilik qilib qilyapmiz. Samarqand fason. Shohona Samarqand fason. Xudo xolasa. Mana bu yerda ham navbatdagi darvozamiz ish jarayonlari ketyapti. Navbatdagi darvozamiz bu ham Samarqand fason. Hozirgi kunda juda Samarqand fasonimiz ko'p. Yaqin bir 15 ta shu darvozamiz bor Samarqand fason. Endi YouTube'larimizga ora-oraga ikkita tiqyapmiz, xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli, yaxshi darvoza kerak bo'lsa, Abdulhay darvozalarini saqrent qilib aloqaga chiqsani, xudo xolasa sexlarimizni, obzorlarni, ish jarayonlarini polni tashlab turamiz. Andijon darvozasi Yozyovondan 5-4 kilometr pastroqda o'lchab chiqqan darvozam. Mana bu darvoza esa Qo'qonning darvozasi. Listlarimiz 1.3+2 qavatli shumka utilitinli mana shumkalarimiz turibdi. Mana bu naveslar, kaziroklari. O Samarqand fasoni Qo'qonning darvozasi mana polni bezilov bo'lgan darvoza. Qo'qonnikini nalishnigan udar holatda chiqib keldi. Xudo xolasa Qarshini, Shahri Sabzmidi, adashmasam. Qarshining darvozasi. Qarshining darvozasi gruntovka sepilgan holati bu. 3 qavat shumka bo'lgan, listlar 2 profillar ham 2 2 bir chiqadi. Andijonni darvozasi Yozyovondan Konoldan 10 ga kirgandagi ko'chadan o'lchagandim adashmasam. Aka kechasi borgandim, darvozani qo'yishib qoldi yaxshi. Mana bu darvoza ham Qaydur darvozasi. Aniq esimda yo'q, orqa ko'rinishi bu. Mana bu darvoza ham Andijon darvozasi pechatli. Uchi Qizirovot darvozasi. Mana bu dadamning zakaslari. Dadamning zakaslari, listlari 1.3 bo'lgan, pilisovo. Mana bu kichkina qanotlari. Mana bu Qaydur darvozasi bu ham aniq esimda yo'q. Kuzatib tursangiz, videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, okalar, darvozalaringni ko'rgan bo'lsangiz, bittadan plus belgisini qoldirib, ko'rdim deb yozib qo'yasizlar, sog' bo'linglar, charchamaman.